8-11 misollar, ya'ni 8, 9, 10, 11 misollar milliy sertifikat misollarida yechimlarini ko'rib o'tamiz. Test o'rgandik. Demak, 40 talik savollar to'plami. Birinchisi, arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisi ushbu formula bilan topiladi. Uning 6-hadi so'ralgan. Demak, 6-hadni topish uchun 6 ta hadning yig'indisidan avvalgi 5 tasini ayirib tashlashimiz kerak. Bu A6 ga teng bo'ladi. Demak, S6 ni hisoblash uchun n o'rniga 6 qo'yib chiqaman. Demak, S6 barobar 3 kara 6 ni kvadrati minus 2 kara 6. Demak, 36, 108 minus 12 natijada 96 bo'ladi. S5 ni topamiz. Demak, 3 kara 5 ni kvadrati minus 2 kara 5 barobar 25, 3 ga ko'paytirsa 75 minus 10 65 bo'ladi. Keyin 96 dan ayiramiz 65 ni. Natijada 31 soni hosil bo'ladi. Demak, 6-had 31 ga teng bo'lgan ekan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Arifmetik progressiyada 2 va 5 hadlar yig'indisi 18 ga teng. 3, 4 hadlar ko'paytmasi. Xo'p, demak 77 ga teng. D musbat bo'lsa, birinchi hadni toping degan. Demak, mana buni biz yangi qo'shiluvchiga almashtiramiz. Ya'ni A3 plus A4 ga almashtiramiz. Nimagaki, buning indekslar yig'indisi ham 7, buning indekslar yig'indisi ham 7. Teng 18 deymiz. A3 ko'paygan A4 teng 77 deymiz. Shunday ikkita son o'ylaylikki, demak, qo'shganda 18, ko'paytirganda 77 chiqishi kerak. Demak, u sonlar 11 hamda 7 sonlari. A3 ni 7 deymiz, A4 ni 11 deymiz. Nimaga? Chunki D musbat bo'lgandan keyin 3-haddan keyingi had undan katta bo'lishi kerak. O'shaning uchun kichigini 7, kattasini 11 deb tanladim. Haqiqatan 7 ga 11 18, 7 kara 11 77 ni beradi. Uning birinchi hadi so'ralgan. Birinchi hadni topish uchun birinchi D ni topib olaman. D ni topish uchun 4-haddan 3-hadni ayiraman. 11 dan 7 ni ayiraman. Demak, 4 chiqadi. Keyin A3 ni o'rniga A1 plus 2D deb yozaman. Teng 7 desam, A1 plus 2 kara D ni o'rniga 4 teng 7. Bu 8 bo'ladi. A1 topish uchun 7 dan 8 ni ayirsam minus 1 chiqadi. Demak, to'g'ri javob A ekan. 3-misol arifmetik progressiyada 1, 5, 9 va hokazo 25. Xo'sh, qancha farq qilyapti? 4 ta 4 tadan. Farq qilib borganda 140 bo'lsa, uning dastlabki 25 ta hadining yig'indisini toping deyilgan. Demak, bu bunaqa jarayon. A1 plus A5 plus A9 xo'sh plus 4 ta farq qilsa 13, keyingisi 17, keyingisi 21 va keyingisi A25 teng 140. Xo'sh, mana bu ikkalasini yig'indisi, ya'ni buni indekslar yig'indisi 26. Bu 5 bilan 21 ni indekslar yig'indisi ham 26. Buni ham indekslar yig'indisi 26. Xo'sh. Demak, nima qilamiz? Ya'ni indekslar yig'indisi 26 bo'lishi uchun men uni A13 plus A13 deb qarasam ham bo'ladi. Ya'ni 2 ta A13 deb qarasam bo'ladi. Demak, bu ham 2 ta A13 ga, bu ham 2 ta A13 ga va mana bu ham 2 ta A13 ga teng. Demak, 2 ta 2 ta 2 ta 6 ta, o'rtada bitta bilan 7 ta. 7 ta A13 barobar 14 ga. Demak, A13 barobar 14 ni 7 ga bo'lsa 2 chiqadi. Endi 25 ta hadining yig'indisi, ya'ni S25 ni topish kerak. Bu degani A1 plus A25 taqsim 2 ko'paygan 25. A1 plus A25 indekslar yig'indisi 26. Unaqa bo'lishi uchun A13 plus A13 deb olsa ham indekslar yig'indisi 26 chiqadi. Taqsim 2 kara 25. A13 ni o'rniga 2 qo'yamiz. Bunga ham 2 qo'yamiz 4. 4 ni 2 ga bo'lamiz 2. 25 ga ko'paytirsak 50 chiqadi. Xo'sh, qayerda adashdik? Bu 14 emas, 140 ekan. 140 bo'lsa, bu 20 chiqar ekan. 20 ga 20 40. Demak, 2 ga bo'lamiz 20, keyin 500 chiqar ekan. 0 ni tashlab ketamiz. B javob. 4-savol. Arifmetik progressiyaning dastlabki m ta hadining yig'indisi dastlabki n ta hadining yig'indisiga teng. Lekin m n ga teng emas. Xo'sh.
Dastlabki n plus n hadining yig'indisini toping deyilgan. Dastlabki n hadining yig'indisi n hadining yig'indisiga teng. Demak, Sn teng Sm. Demak, buni yozsam A1 plus ko'sha 2A1 D n minus 1 taqsim 2 kara n teng 2A1 D n minus 1 taqsim 2 kara m. Ikkilar qisqaradi. Xo'sh. Ikkala tomon teng chiqishi kerak. n plus n had yig'indisini toping debdi. Demak, shuni soddalashtirishda davom etamiz. Ya'ni n ni ochib chiqamiz bu yoqqa. 2a1n plus demak d bilan ochib chiqsak endi. Xo'sh, n bu yerda ham n, d ham bor. dn kvadrat n kara 1n d ga ko'paytirsa minus dn teng 2a1n plus dm kvadrat minus dm. Endi hammasini bu yoqqa olib o'tamanda 2a1 ni olib chiqsam n minus m. Xo'sh. Plus d ni olib chiqsam n kvadrat minus m kvadrat bo'ladi. U ham n minus m va n plus m ga ajraladi. Xo'sh. Minus dm ni bu yoqqa plus dm qo'yib o'tamanda, demak minus d ni olib chiqadigan bo'lsam n minus m bo'ladi teng 0. Hammasidan n minus m ni olib chiqaman. Shunda 2a1 plus d bu yerda ham n plus m va d n minus m chiqqan bo'ladi. Bunda n minus m, bu ham chiqqan. Demak d n plus m minus d. D n plus m minus d bo'lishi uchun minus 1 qo'yib qavsga olib qo'ysam o'zi to'g'ri bo'ladi. Teng 0. Endi ko'paytma 0 bo'lishi uchun bu alohida 0 bo'lishi kerak, lekin n minus m 0 ga teng bo'la olmaydi. Nimaga? Chunki 0 ga teng bo'lsa, mana bu m teng n chiqib qoladi. Demak bu ketdi. Bu 0 ga teng degan ifodada qoldik. Endi nima so'ralgan? M plus n hadining yig'indisi. S m plus m bo'lishi kerak teng. Demak 2a1 plus d nima qilamiz? N plus m minus 1 taqsim 2 kara n plus m. Endi mana bu ifodaga e'tibor qilsak, shu ifoda bizda xuddi shu narsa berilgan. Nima? Teng 0 ga. Demak bu 0 ga teng bo'lsa 0 taqsim 2 kara n plus m bo'lar ekanda, natijada nima chiqar ekan? 0 chiqar ekan. To'g'ri javob C ekan. 5-si. 5-xat va 12-xat berilgan, 17-xat so'ralgan. Xo'sh. Ko'pchilikni bu chalg'itib qo'yadi. O'ylaymizki, buni indekslar yig'indisi, demak 17 ni bergan uchun bu 17-xatga teng bo'ladi deb. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Alohida aytamiz. A5 ni A1 plus 4D deymiz teng 12 ga. A12 ni esa A1 plus 11D deymiz teng 5 ga. Demak ayrib yuboramiz. Pastdan yuqoriga qarab bu 7D qoladi. A1 lar qisqaradi. 5 dan 12 ketsa minus 7. D teng demak minus 1 bo'lsam, demak minus 1 ni bu yerga keltirib qo'yaman, minus 4 bu yoqqa o'tadi. A1 teng 16 bo'lib qoladi. Keyin A17 ni topish uchun A1 plus 16D bo'ladi. A1 ni o'rniga 16 plus demak 16 kara D ni o'rniga minus 1 qo'yadigan bo'lsam 0 chiqar ekan. Demak 17-xadim 0 ga teng ekan. Barcha uch xonali sonlar ichidan 5 ga qoldiqsiz bo'linmaydiganlarining yig'indisi. Barcha uch xonali sonlar ichidan 5 ga qoldiqsiz bo'linmaydiganlar. Qoldiqsiz bo'linmaydi degani qoldiqli bo'linadi. Ya'ni bo'lganda qoldiq qoladi. Ya'ni 5 ga karrali bo'lmasa bo'ldi. Uch xonali sonlar ichidan 5 ga karralilarni topib chiqarib tashlashim kerak. O'zi uch xonali sonlarning ichidan boshlanadi, 100 dan boshlanadi. Ketadi to oxiri 999 gacha. Barchasini yig'indisini topaman. 100 bilan 999 qo'shaman, 2 ga bo'laman, sonlar soni, ya'ni arifmetik progressiya yig'indisi. 999 dan bundan bitta oldingi sonni ayirsam 900 qoladi. Bu o'z barchasi chiqadi. Endi 5 ga karralilar bor. 5 ga karralilar bu 100 ni o'zi. Keyin 105, keyin 110, mana shu ketadi, oxiri kelib 995 bo'ladi.
o'sha boshi bilan oxirini qo'shaman. 995 taqsim 2 karra endi nechta son bor degan savol bor. Mana bu 100, bu 5 karra 20. Bu esa 5 karra demak xo'sh 20 200 bo'lsa 199. 199. Endi 20 dan 99 gacha nechta son bor deb qaraymiz. 199 dan 19 ni ayirsam 180 ta son bo'ladi. Ana demak 180 ta son bor ekan. Teng. Buni topamizda ayirib tashlaymiz. Xo'sh. Demak 1099 karra bu bilan bu qisqarsa 450. Keyin buni qo'shsam 1095 karra bu bilan bu qisqargan bo'lsa 90. Buni hisoblasam endi nima chiqadi? Hozir hisoblaymiz endi buni. Xo'sh, 1099 ni ko'paytiraman 450 ga, kalkulyatorda hisoblayman. 494550. Buni hisoblayman endi. 1095 karra 90. 98550. 494.550 dan ayiraman 98.550 ni. 396.000 bu ikkalasini bir-biridan ayiraman. 396.000 rovna qoladi. To'g'ri javob B. Nima qildik? Ya'ni barcha uch xonali sonlar ichidan faqatgina 5 ga bo'linadiganlarni chiqarib tashladik. Shunda 5 ga bo'linmaydiganlar qoldi. 7-savol. Agar A1, A2 va hokazo arifmetik progressiya bo'lib, birinchi xat 10 ga, D ayirma -2 ga teng bo'lsa, mana shu ifodani topishimiz kerak qiymatini. Demak, har ikkitasi kvadratlar ayirmasiga tushadi. Demak, A1 - A2, A1 plus A2. Bunda ham A3 - A4, A3 plus A4, ya'ni bitta A minus B, bitta A plus B ga ajraladi va hokazo kelib, oxiri A19 - A20 hamda A19 plus A20 bo'ladi. Teng. Demak, A1 dan A2 ni ayirsam, o'zi ikkinchi xatdan birinchi xatni ayirsam D bo'lardi. Lekin men birinchi xatdan ikkinchi xatni ayirsam minus D bo'ladi. Kara A1 plus A2. Bu ham shu, 3-xatdan 4-xatni ayirsam minus D bo'ladi. Keyin bu qoladi A3 plus A4. Plus hokazo oxirida ham bu minus D bo'ladi. 19 dan 20-xatni ayirsam A19 plus A20. Endi qarasam hammasida minus D qatnashgan. Minus D ni qavsdan tashqariga olib chiqaman. A1 plus A2 plus A3 plus A4, hamma qavslar ochilib o'rtada qoladi va hokazo A19 plus A20 xatlar yig'indisi. Ya'ni bundan xulosa minus D ko'paygan, bu A1 dan A20 gacha degani S20 qoldi. Minus D deyapti. Minus D ni o'rniga yana minus 2 qo'ysam bu 2 bo'ladi. S20 ni topish uchun 2A1 plus 19D taqsim 2 ko'paygan 20 bo'lardimi? O'rniga keltirib qo'yamiz. 2 bilan 2 ketadi. 2 karra A1 ni o'rniga 10 plus 19 karra D ni o'rniga minus 2 karra oxirida 20 ga ko'paytirish kerak. Bu minus 38, bu 20. 20 dan minus 38 ketsa minus 18 karra 20 minus 360 bo'lar ekan javob. A javob. To'g'ri burchakli uchburchakning tomonlari arifmetik progressiyani tashkil qiladi. Agar uning yuzi 54 ga teng bo'lsa, gipotenuzasini toping debdi. Xo'sh. To'g'ri burchakli uchburchak, demak A katet, B katet, C gipotenuza arifmetik progressiyani tashkil qilar ekan. Xo'sh, bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan uning yuzi 54 ekan. Yuzasini topish uchun A ni B ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Shu 54 bo'lgan. Demak, A ko'paygan B ni qiymati 108 ga teng bo'lgan. Agar uning 154 ga gipotenuzasi C ni topish kerak. Bundan arifmetik progressiya ekanligidan nimani bilamiz? O'rtadagi hadning ikkilangani ikkita chetdagining yig'indisiga teng bo'ladi. Ikkita chetdagining yig'indisiga teng bo'ladi.
Xo'sh, va kvadratlar yig'indisini ham bu bajarib berishi kerak bizga. Kvadratlarni ham bajarib berishi kerak. Xo'sh. Tomonlari arifmetik funksiya 154 ekan. Xo'sh, bu usulda ozgina ko'rish qiyin bo'lyapti. Biz o'sha progressiya degani uchun mana bunday qilib belgilashni kiritsak, menimcha yaxshi. Xo'sh, o'tiraversin. A tomonni, B tomonni va C tomonni olamizda. B tomonni masalan biror x deb olamiz. Buni x dan d ni ayirsam, birinchi xat kelib chiqadi. Bu esa x ga d ni qo'shsam, keyingi xat kelib chiqadi. Endi Pifagor teoremasini qo'llasam, a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat. A kvadrat ya'ni x minus d ning qavs kvadrati plus b kvadrat x ning kvadrati c kvadrat x plus d ning qavs kvadrati bo'ladi. Ochib chiqamiz. X kvadrat minus 2xd plus d kvadrat plus x kvadrat teng x kvadrat plus 2xd plus d kvadrat. Demak, bu x kvadrat bilan bunisi ketadi. D kvadrat bilan d kvadrat ketadi. Bu yoqda x kvadrat qoladi. Bu minus bo'lib o'tib, bu bilan minus 4xd bo'ladi. Teng 0. X ni olib chiqamiz. X minus 4d teng 0. Kvadrat tenglamani yechish uchun buni 0 ga tenglashtiraman, 0 bo'ladi, lekin tomon 0 ga teng bo'lishi mumkin emas, xato. X minus 4d ni 0 ga tenglashtiraman. X teng 4d bo'lishi mumkin. X teng 4d bo'lsa, buni qayta yozaman. Bu 4d bo'lsa, 4d dan d ni ayirsam 3d qoladi. Bu b ni o'zi o'sha 4d chiqdi. Bu 4d ga d ni qo'shaman, 5d bo'ladi. Ana endi mana bu joyda a ko'paygan b teng 108 degan joyda a ni o'rniga 3d, b ni o'rniga 4d qo'yaman, teng 108. Demak, d kvadrat teng bu o'zi 12 ga bo'lsam 9 bo'ladi, d teng 3 bo'ladi. D teng 3 bo'lsa, gipotenuza so'ralgan, ya'ni c teng 5d edi. Bu degani 5 ni ko'paytiraman 3 ga, natija 15 chiqar ekan. Ana bor shunaqa javob. Ushbu tenglamani ildizlari arifmetik funksiyani tashkil etsa, p ning qiymatini toping debdi. Demak, kubik tenglama uchun Viet teoremasini yozamiz. x1 plus x2 plus x3 barobar x kvadratning oldidagi koeffitsiyentning minusligi. O'zi bu minus 6 bo'lsa, demak 6 bo'ladi. Keyin x1 kara x2 plus x2 kara x3 plus x1 kara x3 teng x ning oldidagi koeffitsiyentning o'zi. x1 kara x2 kara x3 esa oxirdagi koeffitsiyentning minusligi. O'zi minus 6 bo'lsa, bu ham 6 bo'ladi. Demak, shu sistemadan x1, x2, x3 ni topishimiz kerak. Tenglamaning ildizlari arifmetik progressiya ekanligi aytilgan. Bundan chiqdi. Mana bu ikkalasining yig'indisi o'rtadagining ikkilanganini beradi va yana o'zi bilan 3 ta bo'ladi. 3x2 teng 6 ga x2 ni topsam 6 ni 3 ga bo'laman, 2 chiqadi. Bu 2 bo'lsa, bu 2 minus, mana buni 2 desam, bundan oldingisi demak 2 minus d, bundan keyingisi 2 plus d bo'ladi. Arifmetik progressiya bo'lgani uchun 6. Tenglamani yechaman, buni bunga qisqartiraman, demak 3 qoladi. Bu 4 minus d kvadrat teng 3, bundan d ni topsam 1 chiqadi. Demak, d teng 1 bo'lsa, 2 minus d 2 dan 1 ketadi, 1. Bu 1 chiqar ekan, x1 teng. x2 teng o'zi 2 edi, x3 teng 2 ga 1 ni qo'shaman, 3 bo'ladi. Demak, 3 ta hadini topdik. P ni qiymatini topish uchun juftlab ko'paytirish kerak. 1 bilan 2 ni ko'paytiraman, 2. 2 bilan 3 ni ko'paytiraman, 6. 1 bilan 3 ni ko'paytiraman, 3, ya'ni x1 bilan x3 da. Teng P chiqish kerak. Bu 5, demak 11 chiqadi. P ni qiymati C javob to'g'ri bo'ladi. 10-misol. Arifmetik progressiyada 5 ta hadining yig'indisi 30, 10 ta hadining yig'indisi 110 bo'lsa, dastlabki 15 ta hadining yig'indisining qiymati so'ralgan. Demak, S5 ni topish uchun nima qilamiz? S5 topish uchun nima qilamiz? S5 topish uchun demak 2A1 plus 4D taqsim 2 ko'paygan 5 teng 30 ga. Keyingisida 2A1 plus 9D taqsim 2 ko'paygan 10 teng 110 ga.
To'g'ri, mana bu narsa esimizdami? Sn barobar 2a1 plus dn minus 1 taqsim 2 ko'paygan n edi-da. Shunga qo'yapman. Demak, bu bilan qisqaradi 6, bu bilan qisqaradi 11. 2 ni 6 ga ko'paytiraman. Demak, 2a1 plus 4d teng 12. 2a1 plus 9d teng 2 kere 11 22. Ayiraman pastdan yuqoriga qarab 5d teng 10, d teng 2. d ni 2 bo'lgan ketirib qo'ysam 8, 12 dan 8 ketadi 4, 4 ni 2 ga bo'laman, a biram teng 2 chiqadi. S15 ga kelaman. S15 barobar 2a1 plus mana bitta ayir deyapti. 14d taqsim 2 kere 15 teng 2 kere a1 ni o'rniga 2 plus 14 kere d ni o'rniga 2 taqsim 2 kere 15. 4 28 32 2 ga bo'laman 16, 16 kere 15 240 chiqadi. To'g'ri javob C. 11-savoldan boshlab ana endi geometrik progressiyaga o'tamiz. Xo'p, 3 ta hadning ko'paytmasi berilgan. Xo'sh, 64 b1 kare b7 ko'paytmasi so'ralgan. Xo'sh, buni tarkibi b1 kare qo'ni kvadrati, buni tarkibi b1 kare qo'ni kubi, buni tarkibi b1 kare qo'ning 4-chisi teng 64. b1 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 ni kubi, qo kvadrat qo'ni kubi, qo'ni 4-chisi berilgan, qo'ni 9-chisi, qo'ni 9-chisi teng 64. Demak, b1 kare qo'ning kubi ning kubi barobar 4 ni kubi bo'lsa, kublar qisqaradi. b1 kare qo'ni kubi teng 4 bo'ladi. Endi bunga kelamiz. b1 kare b7 ni o'rniga b1 kare qo'ni 6-chisi. Demak, b1 ni kvadrati qo'ni 6-chisi. Bu degani b1 kare qo kvadratning kubi. Yo'q. b1 kare qo kubning kvadrati. b1 kare qo kub o'zi 4 ga teng. Demak, 4 ni kvadrati bo'lsa 16 bo'ladi. To'g'ri javob B. 12-savol. Geometrik progressiyaning dastlabki n ta hadining yig'indisi Sn shu formula bilan aniqlansa, uning umumiy hadi Bn qanday bo'ladi deyilgan. Demak, Sn barobar 3 ko'paygan 2 ni n-si minus 1 taqsim o'zimizdan 2 minus 1 deb qo'yishimiz mumkin. Demak, bu quyidagi shablonga tushadi. b1 kare 3 ni n-si minus 1 qo'ni n-si, qo'ning n-si minus 1 taqsim qo minus 1 degan formaga tushadi. Demak, b1 ni o'rnida 3, qo'ni o'rnida haqiqatan 2 kelgan, mana qarang. Demak, b1 teng 3, qo teng 2 bo'lsa, bn qanday? Bn o'zi qanday bo'ladi? b1 ko'paygan qo'ning n minus 1-chisi. Bundan chiqdi bn barobar b1 ni o'rniga 3 ko'paygan 2 ning n minus 1-chisi bo'ladi. Ya'ni A javob. 13 x kamayuvchi geometrik progressiyaning barcha hadlari yig'indisi 4 ga, ularning kvadratlaridan tuzilgan progressiya yig'indisi 16 taqsim 3 ga teng. Progressiyaning birinchi hadi so'ralgan. Demak, barcha hadlar yig'indisi x kamayuvchida b1 taqsim 1 minus qo bilan, demak formula bilan belgilanadi, teng 4 ekan. Ularning kvadratlaridan tuzilgan, ya'ni b1 kvadrat taqsim 1 minus qo kvadrat bo'ladi, teng 16 taqsim 3 ekan. Xo'sh, bundan chiqdi. Buni ko'paytuvchiga ajratsam, b1 kvadrat taqsim 1 minus qo va 1 plus qo ga ajratsam va b1 kvadratni ham b1 ko'paygan b1 deb yozsam, teng 16 taqsim 3 va mana buni o'rniga nima qo'ysa bo'ladi? 4 qo'ysa bo'ladi. 4 kare b1 taqsim 1 plus qo'ni oladigan bo'lsam, teng 16 taqsim 3 bilan qisqarsa 4. Ana endi. Xo'sh, b1 taqsim 1 minus qo'ni qayta yozamanda, bu ikkalasini bir-biriga bo'laman, nisbat olaman. Shunda b1lar qisqaradi. 1 minus qo yuqoriga chiqadi. 1 plus qo pastga tushadi. Teng 4 taqsim 3 ni 4 ga bo'lganda bu 4 yuqoriga chiqadi-da. Xo'sh, shunaqa bo'ladimi? Yo'q. 4 taqsim 3 ni 4 ga bo'lganda 1 taqsim 3 qoladi. Endi proporsiya qilaman. 3 ni bu yoqqa ko'paytiraman, 3 minus 3 qo teng buni 1 ga ko'paytirsam 1 plus qo.
Bu yoqqa o'tadi 4 qu teng 3 dan 1 ketadi 2. Quni topsam 1 taqsim 2 chiqadi. Haqiqatan ham shunaqa bo'ladi. Ya'ni x kamayuvchi geometrik progressiyada. Endi mana buni ichidan b1 taqsim 1 minus 1 taqsim quni o'rniga quni o'rniga 1 taqsim 2 qo'yamiz teng 4. Bu o'zi 1 taqsim 2 chiqadi. Yo'qqa ko'paytiraman. b1 teng 4 karra 1 taqsim 2. Buning natijasi 2 chiqadi. Demak, B javob ekan.